Salom do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Agar ertaklar yoqsa, like bosing va obuna bo'ling. Chunki bugun sizlar uchun juda ajoyib ertak, qimmat va zumrad. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda bir boy odamning ikki qizi bor ekan. Kattasi qimmat, kichigi esa zumrad. Qimmat ishni yoqtirmas, dangasa ekan. Zumrad esa mehnatkash, mehribon va yumshoq tabiatli qiz bo'libdi. Bir kuni ularning onasi vafot etdi, otasi esa boshqa ayolga uylanibdi. Ammo o'g'ay ona Zumradni yoqtirmas, unga og'ir ishlar berar, har kuni uni urishar ekan. Agar buyruqlarimni bajarmasang, jazoga tayyor tur. Bir kuni Zumrad qo'ylarni boqish uchun tog' tomonga chiqibdi. Yo'lda u g'alati, lekin mehribon kampir bilan uchrashibdi. Kampir unga shunday debdi: "Qizim, kim mehr bilan yordam bersa, baxt unga nasib etadi." Zumrad esa mehr bilan yordam beribdi. Kampir undan rozi bo'lib, unga mo'jizaviy sovg'a beribdi. Har gal Zumrad gapirganda, og'zidan oltin gullar sochilib chiqadigan bo'libdi. Bu gapni eshitgan qimmat hasad qilibdi. U ham kampir oldiga borib, o'zini yaxshi ko'rsatmoqchi bo'libdi. Lekin u qo'pol, badxulq bo'lgani uchun kampir unga la'nat bergan ekan. Endi u gapirganda og'zidan ilon va hasharotlar chiqadigan bo'libdi. Shunday qilib, yaxshi niyat va mehr har doim g'alaba qozonadi. Shu bilan qimmat va zumrad ertagi tugadi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va keyingi ertakni kuting.